klinikamizda full check-up diagnostika tekinga. Premium stomatologiya nimaga qimmat? Bugun sizlar bilan Dynasty stomatologiyasidagi ortoped ginekologining xonasida nechta pul borligini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Kelinglar. Birinchi bizda mini laboratoriyamiz bor. Bu yerda bizda ikkita 3D pechat, bittasi xirurgik shablonlar va modellar uchun, ikkinchisi nakladkalar uchun. Bularga bizga kerak bo'ladi bu smolalar. Smola bittasi modellar uchun $50, xirurgik shablonlar uchun $150 va nemetskiy kompaniya Begoni nakladkalari mana 250 mg-ligi $470 turadi. Keyingisi ortoped uchun juda muhim, nafaqat estetika, balki funksiya. Funksiyada bizga kerak bo'ladi artikulator. Artikulatorning o'rtacha narxi 1,5-2 ming yevro atrofida. Ya'ni hozir aniq narxini bilmayman. Biz olganimiz 1,5 ming yevroga. Bu perihodnoy stolik, uni hozir ko'rib chiqamiz, nimaga kerakligini. Artikulatorning perihodnoy stoligi $400, mikromotor $150, vibrostolik $100, litsevaya duga o'rtacha $300-200 atrofida turadi. Demak, ikkita pechatning o'rtacha narxi $2000 atrofida. Kelinglar. Рабочий kabinet stomatolog, ortoped, ginekologining рабочий xonasida nimalar bor? Конечно, bu tumba. Tumbani ichidagi barcha materiallar, ishlatiladigan narsalar o'rtacha olaylik $1,5 atrofida. Vinirli koronkalarni qotirish uchun svetовой lampa. Valo kompaniyasiniki €2000. Doktor o'tirib ishlash uchun va ergonomik jihatdan uzoq va qulay ishlash uchun bizda stomatologik stul bor. Bu Salli kompaniyasiniki, Finlandiyaniki, o'rtacha narxi €2-2,5 ming. Bu komplekt bizda skan. Bizda klinikamizda 3 ta skan bor. Bu Trishapeniki, Trishape kompaniyasining skani. Bu og'iz bo'shlig'ini qolip yechmasdan og'izda skanировать qiladi, ya'ni rasmlarga oladi. Skanni yangi olingan paytdagi narxi €13 ming. Uning uchun kompyuter yig'iladi. Bu игровой notebook hisoblanadi. игровой notebook o'rtacha $2000 tursa kerak. Keyingisi, bu уже mani stolikim, mani kompyuterim va mani jihozlarim. Biz bu yerda ishlatamiz. игровой kompyuter. $4000 yig'dirganmiz monitor bilan birga. Ko'rib turganinglar, bu programmaviy обеспечение. Nimaniki desanglar, aksiografniki. Bu HDMI Matrix aksiografi. Mana. Demak, buni o'rtacha narxi hozirgi kunda $13000 atrofida, full komplekt. Biz ishlatamiz, ya'ni mushaklarda muammosi bor bemorlarga ishlatamiz. TENS terapiya qilamiz. Bu TENS apparat. TENS apparatni $2,500 ga olganmiz. Va bizani ko'zimiz va kichkina narsani katta qilib ko'rsatadigan ortoped uchun bu binokulyar. Binokulyar Zeiss kompaniyaniki, o'rtacha narxi €2,5 ming atrofida. Chiroyli rasmlar olishimiz uchun va chiroyli vinillarimizni sizlarga Instagramga ko'rsatish uchun chiroyli rasmga oladigan fotoapparatimiz Sony. Bu komplektini, ya'ni body va obyektivini $4000 dan sal ko'proq olganmiz. Keyingisi bu fotoapparatga bizga vspышка kerak. Vspышка $350 va bu difuzorlari bu ham $350 turadi. Отдельно. Счетda o'zida $700 pul bor. Havoga pul o'chirib olamiz. Dr. Vengers, ya'ni osvejitellari o'rtacha $900 tursa kerak shu turishi. Bemor va doktorlarimiz bizdan so'rashadi. Nima uchun bizning klinikada bunaqa qimmat? Ko'rayotganinglardek, hamma оборудованияларni yig'sak bu bir. Lekin undan ham qimmatrog'i bor. Bu doktor o'zini ilmiga tikadigan summasi. Mana bu ko'rayotganinglar, bular hammasi pul turadi. O'rtacha tez aytib ketaman, $200, $50, $100 buni bizga sovg'a qilishgan, buni ham sovg'a qilishgan, $200, $300, $150, $300, $150 va buni $350 ga yaqinga oldik. Ko'rayotganinglardek, mana shu yerda o'zida katta summa bor va eng qolib ketgani bemorlarimiz uchun bu удобный kreslo. Kreslo o'rtacha narxi, stomatologik kresloning narxi $5,000-5,500 atrofida. Va sulinatsos deydi, biz suction apparat deymiz. Suction apparat rossiyskiy Aspijet o'rtacha $1,500 turadi. Hammasini qo'shib kommentariyada to'g'ri itogoviy summani yozgan bemorga klinikamizda full check-up diagnostika tekinga. Salomat bo'linglar.